Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz oldingi qitimqi barmoq disk orqali kompyuter sistem qachalash darsligimizda ichidagi qattiq diskini butunlay formatlab, yangi holatda, ya'ni zavoddan chiqish holatda sistem qachalashni ko'rib o'tgan edik. Birinchi qismida biz sistemni tushirish, barmoq diskiga qo'yish qismini so'zlab o'tgan. Endi keyin o'ylashimizdan keyin Müş qarindoshlarniki materiali yo'qolib ketish ehtimoli bor ekan. Chunki butun narsani formatlab qashlagan bo'lganligimiz uchun. Shunga hamda shu materiallarimiz, hujjatlarimiz saqlanib qolgan asosda yangi sistemani barmoq disk orqali qanday qachalaymiz degan savol o'tirib qo'yildi. Biz shuningdan keyin bu darsni ishlashni loyiq tepib hozir boshladik. Barmoq diskiga qanday sistem qachalayman deb savol so'rag'uvchilar bo'lsa, qanday o'yima deb savol so'rag'uvchilar bo'lsa, birinchi darsimizni nihoyatda yaxshi tafsili ko'rishni umid qilamiz. Undan so'ng biz darsimizni boshlab ketaylik. Hozir biz sistem qachamoqchi bo'lgan kompyuter Dell markasi Dell. Bu kompyuterning qo'zg'alish nimasi qattiq detal tanishgina F12 besish orqali yetadi ekanmiz. Undan so'ng kompyuterni qayta qo'zg'ataylik. Qo'zg'atganda F12 ni to'xtamasdan bosamiz. Başqa vaqtda mishaydi bizniki barmoq diskimizniki markasini ko'rinadi, ammo UEFI holatda ko'rinadi. Bu yerda hamda ko'rayotganinglardek cho'ng 3 tanlanma bor. Legacy bot, UEFI bot, other options deb. Hamda ma birinchi tanlanmadagi, ya'ni birinchi cho'ng tanlanmadagilar bu ayrim, ikkinchisi ayrim, uchinchisi ayrim hamda. Biz birinchi darsimiz so'zlab o'tganimiz ikkinchisi UEFI bot holatda sistem qachalash. Bu holatda yana bir ta'kidlab o'tib qo'yay. Bütün hujjatlar, bütün materiallar jo'yiladi. Kompyuter 0 holatga keladi. Zavod holatga keladi. Hamda birinchi tanlanma legacy botdan USB deganni tanlasak, USB storage device deganni tanlagandan keyin bu yerda barmoq diskimizni to'naydi. Unda qaçırsak cPan lam, yani C-Ray'ın lam formatlaymiz. Fakat kompüterimizdeki üstündeki materyallarımız pakiz ap bo'lgandan keyin, yani sistem qaçılashga hazırlab bo'lgandan keyin boshlar qilamiz. Shunlashqa shu hozirgi darsimizni amaliylashtırishni o'ylayotgan qarindoshlar birinchi taklif oldi bilan kompüterimizdeki üstündeki yani desktop'taki bütün narsalarni pakizlab C rayondan, yani sistemi qachalangan rayondan bilek bir rayonga o'tkazib, andan C rayonini formatlab qachalanganimiz uchun shuningga tayyorlanish kerak. Unda biz barmoq diskini chatdik, F12 ni basdik, undan keyin qattiq detal ana taxtdan chiqdik. Chigandan keyin ko'rayotganimizdek USB storage deb bor, ammo markamiz, yani barmoq diskining markasi bor. Hamda biz barmoq diskini markasini basmaymiz. Bassak bütün narsani jo'lab ketadi. Shunga biz birinchi cho'ng tanlanma, ya'ni legacy bot, bundan USB storage ni basamiz. USB storage device. Basgandan keyin enterni basamiz. Tanlab kompyuter hozir qayta qo'zg'alib barmoq diskiga oldiga o'tdi. Ko'rayotganinglardek barmoq diskiga aldınqı sistemimiz, yani aldınqı dersimizga o'xshash barmoq diski o'ylagan bo'lganlik uchun sistema mushlar chiqdi. Buningda bu sistema turkcha sistem bor. Bu yerdan men uyg'urcha tanladim. Keyingi qadam şimdi yükle. Bu kelishimga imzolaymiz. Keyingi qadamga o'tdik. O'tgandan keyin ostini tanlaymiz. Üstün tanlasak nima ish bo'ldi deb savol so'rovchilar bo'lsa, üstün tanlasak biz hozirgi sistemimiz turadi. U sistema Windows Old deb avtomatik hujjat quriladi. Biz yangi qachilmoqchi bo'lgan sistema Windows degan sistemaga, ya'ni hujjatga kirib qachilinadi. Bu ikkili sistema, ya'ni koni yangi bo'lib ikkili sistema bir rayonda tursa, bu kompyuterning yaxshi menishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek biz Abay ta'kidlab o'tganimdek bütün materiallarni C rayondan, ya'ni sistem bo'lmagan rayondan, ya sistem bo'lgan rayondan sistem bo'lmagan rayonga o'tkazib bo'lgandan keyin aslini tanlaymiz. Tanlagandan keyin
Birinci bölüm System Recover ya bu yerga qaytmaymiz. İkinci tanlanma 72 GB toplam boyut. Bu üçüncü diska. Bu üçüncü diska biz abay deganimizdek C-Ray'ın emas, yani sistema qaçlanmagan özümüzdeki materiallar bar ayın. Şoňa bu yani biçimlendirmeymiz, yani formatlamaymiz. Fakat sistem bar ayını formatlaymiz. Konu sistem bar ayını formatlaymiz. Bu 76 GB bunu biçimlendir degeni bisip bütünlay şirkenasını pakız formatlaymiz. Hazır formatlawatydy. Bütünlay formatlap boldy. Formatlap bolgan qana bilimiz degende toplam boyut 72 GB, boş alan 72 GB depdi. Şoňaşqa quruq degen gep. İleri degene basdyk. Yani şu biz sistem qaçmakçı bolgan rayını tanlap ilerini basdyk. Hazır sistem qaçılmatydy. Bundan qaçanğa wagtda fakat C-Ray'ın yani sistem qaçlangan rayon pakizlanıdy. Üstüge ýa sistem qaçlanıdy. Özümizden hüccetleri yok olmaydı. Biz aldanqı qatim işlegen dersimizde bütünlay hemme näse yok boludy. Bu ikisini aydın aýry biliş gerek. Qarindaşlar hazır görüp atganlaryk sistema qaçılıp boldy. Hazır kompüter uzun ötmeýlem kompüter qaýta gozulady. Gozulgan wagtda barmak diskini tatyp belitimiz. Qalan işlerini hemmeni kompüter üz kıldı. Qarindaşlar qaçylaýan sistemden hemen qaçlap boldy. Hem de uzun ötmey kompüter qayta gozulady. Gozulgan wagtda barmak diskini elitimiz. Buna çıksa hazırdan tatyp gozgatdymiz. Ekran qara bolgan wagtda men barmak diskini tatyp elitdim. Qalan işler avtomatik bolady. Kompüter qayta gozuldy, gozulup Windows'ningki yani Microsoft'ның logosu içildi. Eğer bu ýagçy bir mesele uçurap qalsaňlar meselege ýa-ki qattyk diskini taňşaş, formatlaş degендek jätde kynçylyklarga uçurap qalsaňlar, inkas şekilde galdyrsaňlar, biz näçe tez süretde sizlerge ýardam beremiz inşallah. Qarindaşlar hazır kompüter qaçlaş tegişlik qaçlanmalaryny qaçylap ikinci qatam qayta gozuldy. Şu gozuluş jarayanyda kompüterni to'g'ri uluşanlarni tavsiye qilma. Çünkü kompüter bütünlay hazır bolady. Sistemni qaçylap, gozultuşlarni qaçylap taýýar bolady. Amma men bäzi sebepler tüpeýle to'g'ri ulamay atlap ötüp gitişim mümkin. Sistem asasiyatın qaçılıp boldy hemde biz döwlet täwelligini tanlap qalan işlerini qıysak bolady. Men döwlet täwelligini Türkiýe dep tanlaýman. Evet. Uygurca tilini atla. Men to'g'ri ulamasını tökdüm. Yana bir qatam qayta gozuldy kompüter. Hazır kompüterge isim koyduğan basqyçga keldik. Keyingi qadam şifr koymadım. Kabul et. Biraz saklap turgandan keyin bäzi bir kıstırılmalarını, qaçlanmalarını yüklep atıdı.
Kompüter sistemimiz nəhayət muvaffaqiyətli qaçlandı. Biz bu yerden tanlayalayımız. Üstüde axlat sandıqdan bölək başqa çıxan nəsə yoxkən biz dərhal kirib özümüzge ihtiyacımız var. Nəslərini quralayla. Kompüterning qattiq detallarining qaysini tonidi, qaysini tonimidi shuni bilish uchun kompüterning yoniga kelib, so'ng 10 konuksini besib, yönetni bosgandan keyin buna chiqadi aygıt yöneticisi. Buni oldingi darsimizda ko'rsatgan, qayta ko'rsataylik. Ko'rayotganlaridek nurg'un tonilmagan yerlar bor ekan. Buni kompüterni to'g'rilagandan keyin avtomatik bo'lishi mumkin. Agar bo'lmay qolib qolsa, qo'sh chekkandan keyin yana qayta qilay. Tonmagan shunda savol belgisi, undash belgisi bo'lgan yerga kelib, qo'sh chekkandan keyin sürücü güncellleştir deb bor. To'g'rilab bo'lgandan keyin birinchisini bossanglar, avtomatik bo'ladi. Unda bo'lsa darsimiz mushu yergacha bo'lsin. Qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizni texnik qo'llab-quvvatlashinglarni va obuna bo'lishinglarni umid qilamiz. Kelarki darsimizgacha hammanglar omon bo'linglar. Allohga omonat.